Bitta qaror, bitta durang va bir zumda Angliya Premyer Ligasi chempionlik poygasi boshqacha tus oldi. Pep Gvardiola odatda xatoga yo'l qo'ymaydi, lekin West Hamda u tarkib bilan katta tavakkalchilikka qo'l urdi. Va aynan shu xato butun hafta hikoyasini butunlay o'zgartirib yuborgan bo'lishi mumkin. Londondan boshlaymiz. West Ham Manchester City 1-1. Gvardiola bu safar nazoratni tanladi. Chiroyli o'yinni emas. To'pni ushlab turdi, lekin jamoa baribir xavfli vaziyatlarni yuzaga keltira olmadi. Cityning o'yinida uchqun yo'q edi. Haaland qiynaldi va maydonda kreativlik kerak bo'lganida Sherki zaxira o'rindig'ida o'tirardi. Keyin esa Gvardiolaning faoliyatida kamdan kam yuz beradigan holatni ko'rdik. Tarkib noto'g'ri tanlangan. Buni o'zi ham tan oldi. Nazariy jihatdan chempionlik poygasi hali ham tirik, lekin bu durang chempionlik poygasi ruhiyatini ancha o'zgartirib yubordi. Chunki Arsenal nima qilish kerakligini juda yaxshi tushunardi. Arsenal Everton 2-0. O'yin oson bo'lgani yo'q. Hamma narsa tarang turgan edi. Asablar chars-churs bo'lib turganida Max Dowman hammasini o'zgartirdi. Oldiniga u g'alaba golini pishirib berdi. Keyin esa o'zi ham gol urdi. Atigi 16 yoshli bola o'yin taqdirini o'zgartirib yubordi. Va bir zumda Arsenalning chempionlik poygasiga qon yugurdi. Umuman olganda esa turning markaziy uchrashuvi Old Traffordda bo'lib o'tdi. Manchester United Aston Villa 3-1. 3-o'rin 4-o'ringa qarshi va United vazifani chiroyli uddaladi. Bruno Fernandes bu safar ham mavsumni yana harakatda ushlab turdi. 2 assist va hali ham sanayapmiz. Chempionlar Ligasi uchun kurashda endi kalit Manchester Unitedning qo'lida. Chunki Chelsea o'z maydonida Newcastle'ga yutqazib qo'ydi. Liverpool esa Tottenham bilan durang o'ynadi. Bu natijalar Manchester Unitedning g'alabasini yana ham kattaroq qilib ko'rsatadi. Bu Angliya Premyer Ligasi. Bitta gol havoni, bitta durang esa hikoyani va yana bitta tur jadvalni o'zgartirib yuboradi. Endi esa so'z sizga, faqat rostini aytasiz. Arsenal amalda chempionlikni hal qilib bo'ldimi yoki bu poygada hali ham intriga bormi?